match o'yinini kuzatishga. Davay yigitlarimizga bir savol beraylik. O'zbekiston haqida qanday tasavvurlarga ega keltirdi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz mana qo'shni Tojikiston Respublikasidan kelganmiz. Qo'qon viloyati Jaloliddin Balxi tumanidanmiz. Mana hozirgi turgan joyimiz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidamiz. Mana hozirgi dani momentda turgan joyimizki, Yangi O'zbekiston massiviy taraqqiyot mahallalarining bir shaharchasida turibmiz. Biz mana kelganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hamchun sayohat, hamchun to'y sababli kelganmiz. Ana sizga ham katta rahmat Zokir aka. O'zbekistonimizga tasavvurlaringiz qanday? Rivojlanishi yoki qanday bir tasavvuringiz qolgandirlar? Shu tasavvurga nima deysiz? Tasavvur o'ta a'lo darajada. Gap yo'q. O'zbekiston rivojlanishi, taraqqiyoti zo'r. Hamisha shunday ketsin. Mehmon do'stligi, hammasi zo'r joyida. Bizning O'zbekistonda to'ylar qanday o'tar ekan? Sizga yoqdimi? To'ylar ajoyib darajada, mehmondorchiliklari, kuzatishlari, hurmat izzat qilishlari ajoyib darajada. Hammasi a'lo. Hammasidan mamnunmiz. Hamisha mana shunday qo'shnichiligimiz abadiy bo'lsin. Bundan ham maqsad nimalar bo'laversin, ittifoqchilik bo'laversin. Duorda keldimiz bo'lsin. Xudo xolasa kelib to'ylarni mana shunday o'tkazib ketaylik, xursandchiliklar bilan. Aytganingiz kelsin, sizlarga O'zbekistonimiz yoqdi? Albatta, hammasi ajoyib. Yoqdi. Taraqqiyotlar zo'r. Hammasi yaxshi. Mana qo'shni mamlakat Tojikiston fuqarolari to'yga aylanib kelgan ekan. Yangi O'zbekiston Jarqo'rg'on massiv shaharchasida ko'rib qoldim. Qo'shni mamlakatimiz fuqarolaridan o'zini tasavvurini to'ylar, bizning shaharchalarimiz rivojlanishi yoqdimi dedim. O'zlaringiz guvohi bo'laysiz. Kuzatuvchilar, davay biz uchun like, reaksiya bo'lsang, to'g'rimi? To'g'ri. Zokir akaga faqat olg'a.